İsmim Boboqulov Husan. Kasb tuman qishloq xo'jalik bo'limi bo'lim boshlig'i sifatida ishlayman. Tumanimizda 525 ta fermerdan 18.400 gektar paxta maydoni ekilgan. Shundan mahalliyimiz 12.400 gektar, Endara xorijiy korxonamiz 6.000 gektarga paxta ekkan. 18.400 gektarga 86.602 tonna paxtani reja qilganmiz, oldimizga maqsad qo'yganmiz. Hozir shu kungacha 22 kun bo'lgan bo'lsa, paxta terim mavsumi boshlaganimizga 102 ta fermer xo'jaligimiz 55-60 sentdan qilib paxta planini rejadan ortig'i bilan bajardi. G'alaba hududdan Sayfulla Bo'g'ozyev 58 sentdan hosilni bajardi. Safar Asqattorboy fermer xo'jaligi 50 sentdan, Turdimurod Duqayim fermer xo'jaligi Temirmali hududimizda 60 sentdan rejani ko'tardi paxta maydonlaridan. Mahadi Muhammadjon fermer xo'jaligi 59 sentdan planni bajardi. Feruzbek Haqberdiog'li fermer xo'jaliklari 59,5 sentdan paxta planini bajardi. Eshonqulov Ostonboy fermer xo'jaligi 60 sentdan tomchilab sug'orish qilganmiz. Tilov Eshonqulov fermer xo'jaligi 60 sentdan tomchilab sug'orish qilganmiz. Tomchilab sug'orish juda effektiv narsa ekan. Effektivni 102 ta fermer xo'jaligi, hozir 48 ta fermer xo'jaligi tomchilab sug'orishdan tomchilar texnologiyasini o'rnatgan. Shuni 55-60 sentdan paxta rejasini bajarmoqda. Bizda shu davlatimiz rahbari tomonidan berilgan Buxoro 110, Ravnaq 1, Ravnaq 4, Porloq 4, keyin Hindiston xorijiy korxonasini Natbian Geni sinovlaridan ekildi. Keyin Xitoy navlarining Xinjirak 78, Xinjirak 52 navlari 60-55 sentdan hosil ko'taradi. Ularning navlarimiz bu asosiysi 76 sxemaga ekiladi. Paxta mashin bilan terishga nima qilingan? Asoslanishga u bog'lab ketmaydi. Paxta mashin texnologiyasi bilan terishga mo'ljallangan. O'zimizning 110 porloq navlarimiz 90 santimetrga ekiladi. U qo'l terimi asosida teriladi. Asosiysi. Paxta terish mashinasi tumanimizda 32 ta paxta mashin xizmat qilmoqda. Kunlik 2,5%, 2,5 ming tonna, 2800 tonagacha teryapti. Paxta terimi bo'yicha qo'l terimiga 2000 so'mdan berilyapti. Har 5 kunlik pullari olib kelib berilyapti. Paxta mashini terimiga 1370 so'mdan paxta mashiniga teriladi, to'lov qilinadi. 370 so'm subsidiya orqali fermerimizga u ham foyda qaytarib beriladi davlatimiz tomonidan. 1000 so'mga qoladi paxta terish mashinasini 1 kilosi uchun. Terimchilarimizga tumanimizda shu har kuni samovarda issiq choy, issiq ovqat, hammasi go'shtli ovqat qilib beriladi. Kuni payshanba kuni osh qilib beriladi dallarda. Har kunda kecha bari ustoz, yosh katta ustozlarni dallarga chiqib, ustozlar bilan yaxshi terimchilarga, atletlarga patarkalar berildi, sovg'a salomlar berildi. Adres soni bizda 209 ta adres soni bor. Zo'r va Xadicha, mana shu qishloqdanman. Oilada 4 ta farzandim bor. O'g'lim, 2 qizim. Shu mavsum boshi tergandirman 1-2 tonna. 100 kilodan oshiq. Yaxshi, rahmat. Paxta zo'r, dehqon boboga rahmat. Paxtalari zo'r. Har 5 kun avlod biza. Yambedi Kasb tumanida G'alaba hududidagi fermer Qarmoq Inja fermer xo'jaligi 26 gektar paxta ekkanman. Paxta maydoni 26 gektar. Buxoro 102. Yine afzalligi bu Buxoro 102 o'zimizga iqlimga mos. Tez pishadi, etaj tayyor bo'ladi. Shunisi ma'qul. Hammasi ochiladi paxtaning o'z vaqtiga. Ammo yo'q, suv bor. Suv keladi, agrotexnikalar qilamiz, o'g'illar o'z vaqtiga yetkazib beriladi. Klasterlar beradi, olib kelamiz. Klaster. Shodlikka biza. Ya'ni u yordam meni bizaga shu o'g'illarni o'z vaqtiga yetkazib beriladi.
Shu yordam shu o'z vaqtiga yetib beriladi. Texnikasini olib kelamiz. Yaxshi. Endi bizga 26 gektar yerga 78 tonna rejam bor. 78 tonna. Nasib bo'lsa, bu yil mana 45 sentrdan 120 tonna, 130 tonna paxta beraman. 45-50 sentrdan paxta beraman shu yil. Endi terilgan bo'lsa bir 35% paxtam terildi. G'alla ekamiz ha. Yer maydonim 100 gektar yerim maydonim bor ha. G'alla chorvachilik, chorvamiz ham bor ha. Mana endi fermer xo'jaligi 2004-yil tashkil qilganmiz. 2004-yil ham fermer xo'jalik bo'lganmiz. Shundan endi fermer xo'jalik hamma narsa endi sharoit bo'lsa, hamma narsa yetarli. Fermer xo'jaligi mana hamma o'zi fermer qancha mehnat qilsa, shuncha daromad oladi. Birov mushat qilmaydi. Endi shu paxta daromad qilsak, uy joy quramiz, to'y quramiz, texnika olamiz. Shu narsalar qilyapmiz. 3 o'g'il, 2 qizim bor. Qizlarim hammasi qizlarim turmush chiqqan, o'g'llarimni uylantirganman. O'g'llarim meni bittasi o'zim bilan shu yerga ishlaydi, Nurbek. Shu 30 yoshga.